Bismillah. Hammaga shunaqa xonadon nasib qilsin deganlar bitta yurechani qizartirib qo'yasizlar. Xonadonning ko'rinishiga ahamiyat berib bitta laykni bosib ketasizlar. Tashqari tarafda bitta hojatxona, zeleno zonasiga e'tibor berasiz. Xonadon shu ko'rinishda bo'ladi. Podval qismiga bitta oshxonani joylab qo'yilgan ekan, bitta choy ichib o'tirish uchun xonani ham joylashgan ekan. Endi sizlar bilan asosiy binoga qadam ranjida qilar ekanmiz. Qarang, bismillah, kirib boramiz. Remontlarga bitta ahamiyat beringlar, balandligiga ham e'tibor berib ketasizlar. Xonani ketma-ketligini tushuntiraman. Bu yerda bitta kattagina zal mehmonlaringizni kutish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Chap tarafga e'tiboringizni qarataman, bitta ota-onalar yotoqxonasi bo'ladi. Ma'lumotni aytib ketaman, bu yerda 5 ta xona joylashgan, 2 ta sanuzul, bu yoqda ham bitta sanuzul, bu yoqda yana bitta ota-onalar yotoqxonasi. Xonadonning balandligi, remontlarga ahamiyat berib ketasizlar. Chiroyli holatda bu yerda bitta ota-onalar yotoqxonasi yana bitta, o'zini sanuzuli bilan birga bo'ladi. Yana bitta ota-onalar yotoqxonasiga ko'z tushyapti. Orqa tarafida havo aylanish uchun ham joy tashab ketilgan bo'ladi. Xonadonning bu yoq tarafdan ko'rinishi, remontlari ko'zni quvontiradigan darajada turibdi, yomon bo'lib ketmagan. Kelgan manzilimiz Toshkent tumani bo'ladi. Toshmiposidan 5 kilometr kirganda orientir Tutzor havas bo'ladi. Qarang, bu yoq tarafdan ham bitta e'tiboringlarni qarang, juda ham chiroyli, fayzli xonadon kelganmiz. 2 sotixga joylashgan xonadonimiz startoviy 113 ming narx qo'ydik. Egana raqamini qoldiramiz, talash tortishib kelib barakasini qilsanglar bo'ladi. Aniqlab ketsa Telegram kanalida bo'ladi. Shunaqa chiroyli, arzon xonadonlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yib, bitta yurechani qizartirib ketasizlar. Sog' bo'lasizlar.